Va ishtahani ochdi-yu, borib ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, borib ko'ramiz. Birinchi videosi aynan mana shu go'sht danardan boshlangan. Oradan 2 yil o'tib, yana go'sht danariga borib ko'ramiz. Bu safar Minor metroning yonidagi joyini chestniy obzor qilib ketamiz. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xullas mana umuman menyuni qo'yib qo'yishgan, umuman ko'rinmayapti. Mana shu menyu ko'rinadimi hozir? Firmini danar aytamiz biz. Firmini danar bilan albatta 2 limon choy. Shunday yonidan joy qilib qo'yishgan, o'tirishga ixchamgina joylar bor ekan. 15 minut deganda mana zakaz keldi. Hozir endi buni bitta mazasini ko'raylik. O'tgan safar sovuq kelgan edi. Hozirgi o'zi shunday qo'lni kuydiradigan darajada issiq bo'lib turibdi. Birinchi obzorimizdagi muammo hali ham bor. Ko'rinishi umuman reklamadagi emas. Go'sht mazasi yaxshi, ichidagi narsalar bilan zo'r chiqishyapti bir-biri bilan. Kilodan esingizda bo'lsa, birinchi marta biz kelganmiz, shu joyga obzor qilganmiz. O'shanda aytilganida yog'lari talliga yopishib qolgan edi. Hozir ham shunaqa holat kuzatilyapti. Talliginglarda ozgina yoqimsiz, yog'li o'rnashib qolar ekan. Mazasiga keladigan bo'lsak, mazaning ustida ishlashgan, mazasi yaxshilangan, lekin baribir o'sha yog'i tallayda yoqimsiz qanaqadir qolib ketishi hali ham qolib ketgan. Bu yo'lga kelganlar bo'lsa, fikringlarni qoldiringlar. Yana qayerga borib ko'rishimizni tavsiya qilasizlar. Kommentariyaga yozib ketinglar. Bunaqa formatdagi obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga yozib ketasizlar. Biz har doimgidek mana bunaqa limon choylarni sirpantirib sekin ketamiz.